Tikuvchilikni boshlaganimdan keyin daromadim bilan birgalikda paydo bo'lgan yomon odatlarimni top 3taligi. Birinchisi, shartta qo'l haqqimni etolmaslik. Masalan, 150 ming deyman deb ichimda o'ylab o'tiraman-da, lekin klient ko'ziga qaragandan keyin 50 ming bera qoling devoraman. Xuddi klient menga tekin deyin iltimos qilayotgandek tuyulaveradi. Keyin o'zim urishib o'tiraman, shartta etsam bo'lmasmidi qo'l haqqimni deb. Ikkinchisi, plan qilgan ishimni vaqtida tikishga ulgurmaslik. Xayolimdagi tezligim bilan hayotdagi tezligim bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Masalan, bir haftaga ish olsam, hali bir hafta vaqtim bor ekan deb bemalol yuraman-da, bir kun qolganda uxlamasdan, dam olmasdan bosib tikaman, keyin achinib o'tiraman. Uchinchisi, o'zimga kiyim yoqib qolsa, uni shartta sotib olmayman. O'zim tikib ola qolay degan xayol tinch qo'ymaydi. Xuddi shu kiyimni sotib olsam, bir nima bo'lib qoladigandek. Keyin material olaman, u material uyimdagi materiallar qabristonida oylab yillab yotadi. Shu bilan kiyim ham olmayman, kiyim ham tikib olmayman. Sizlarda qanaqa?